Farzandini alimentsiz yolg'iz hayotda qilayotganlarga nima deysiz, jannatim opam? Endi doim aytganman, ayollar, nechtaga qurbingiz yetsa, nechta bolani boqolsangiz o'shanga qarab tug'ing. Hech qachon eringizga ishonib, erkakka ishonib tug'ib tashamanglar. U erkak boshqa xotin topsa, uni tug'diradi, o'shanga qarab ketadi. Sizni farzandlaringiz uni esidan chiqib ketadi. Farzand har doim faqat onasi uchun kerak bo'lgan bir umr. O'shaning uchun qurbingiz yetgancha tug'ing. Keyin aliment ola olmay, yo yolg'iz onaman men, aliment bermaydi deb dod so'ratganlar. Shunaqa ayollarimiz bor. Kerak bo'lsa bolalariga qo'shib, erini ham boqib qo'yadi, lekin qo'li ko'ksida bolalarim, erim deb boshi pastda turadi. Shunaqa ayollarimiz bor, erini boshqa xotindan bo'lgan bolalarini ham aliment pulini to'lab qo'yadi, lekin uyim joyim deydi, mana shunday turadi, qiladi. Siz o'chakishib, yolg'izman men. Nech pul beradi aliment? 300 mingmi, 1,5 million nimaga yetadi u? Siz shunchaki o'chakishasiz. Harakat qilsangiz farzandingizni gulday boqasiz. Bo'ldi.